Ormik, Assalomu alaykum aka. charchamayapsizmi? Ha, sekin olyapsiz aka. Hozir bu serfinka setga nima tortiladi? Devoriga bu. Xo'p, sertifikka setga shpagilovka bo'lgani uchun aka trasheni berib yorilib ketgani uchun tortyapmiz. Ha, yorilib ketganligi uchun. Aha, aha. Hozir bu nima ish vazifa bajarib beradi bu? Xo'p, bu mustahkam qiladi, ushlaydi. Xo'p, loyimiz ushlaydi. Ha, Buni ustidan kafenliklar tortyapsiz, ko'rib turganingizdek, ha? kafeni O't tortiladi. bormasligi uchun, To'g'ri, tashlab olmasligi uchun. tashlab olmasligi uchun serfinka qilyapti. Buni tevasidan nima qilamiz? Bu devorni ustidan nima qilamiz? Travertin qilamiz aka. Travertin qilinadi. travertin. Shpagilovkani ustidan mana shunaqa yorug' joylariga bu serfinkani setkani tortib turib, keyin qanaqa kelay bu? Kafenliklar. Kafenikilar tortib turib, keyin travertin tortilaveradi. Shunaqa aka. Mustahkam bo'laveradi. Mustahkam bo'ladi aka. Necha yilga garantiya beramiz keyin? Xo'p, bu shpagilovka bo'lganligi uchun aka 7 yildan 10 yilgacha garantiya beramiz aka. Yangi devorgacha. Yangi devorga 20 yilga garantiya. 20 ga garantiya. Xudo xolasa. Bitgandan keyin ham bitta ko'rsatamiz.